o'zini tilida mukammal gapirmagan bola boshqa tillarni o'rgana olmaydi hech qachon. Yana ota-onalarda bitta tushuncha bor, mani bolam ingliz tilida gapiradi, mani bolam ingliz tilini biladi. 2 yoshli 3 yoshli bolani olib kelishadi-da. Aytaman keyin, sizni bolangiz ingliz tilini bilmaydi. Sizni bolangiz to'ppa yodlayapti. Ko'rgan narsasini sizga aytib beryapti. Olmani apple deyapti. Nimaga? Chunki telefondan ko'ryapti, televizordan ko'ryapti. Agar televizor olib qo'yganingizda edi, shuni appleligini bilmasdi. Chunki unga til o'rgatilmayapti-ku. U to'ppa yodlash boshqa narsa. O'zbek tilida gapiradimi desam, yo'q, gapirmaydi. Shu gapirmayapti-da, lekin ingliz tilida gapiryapti deb kelishadi. Voy bir kitob ko'rdi, u ingliz tilida gapirmayapti, u ingliz tilida yodlayapti. U bola aqlli bola degani emas, nabarot, u bola orqada qolyapti degani. Chunki o'zini tilida mukammal gapirmayapti. Qachon bola o'zini tilida mukammal gapirishni o'rgansagina, siz ingliz tilini o'rgatganingizda o'rganyapti deya olishingiz mumkin. Ana o'shanda siz haq bo'lasiz. Bolam gapiryapti-ku, bo'pti, ingliz bo'lar ekan-da. Qanaqa ingliz bo'ladi? O'zingiz o'zbeksiz. Qarindosh urug'ingiz o'zbek, buvisi dodasi o'zbek. Qanaqa u bola ingliz tilida gapiradi, ayting? Agar Amerikada yashab, Amerikada katta bo'layotgan bo'lsa, o'zbek bo'lsa, ingliz tilida gapirsa ishonaman. Chunki atrof muhiti ingliz tilida.